yen içemse, yen içemse. Ben içmedim dedim, qarama bir. Hepsini çıkarma deysen. Qarama mıqla, bir kutu 1 kiloluk meselesinde bir koy palet qıptı. Ma bir kutu 1 kilo ma reyhanımı bir koyda palet qıptı. Apırvalay öge bir işki sandık. Palet kısmımız nimkarı mınınki içmedi demezsin. Ma qarama, elim açığım geldi, ben içmedim mi deyim, ben içmedim. Bir koydan qıptı oylap bak ya, 30-40 koyluk meselesi bir koydan. Ma öge apırıp koy bir işki sandık. Apırıp koysam bir ağını ballağımı da soğatılqanğa öldürüp apırıp qanğa esqatıdı. La çıqanlar dap qoyumuz paylanıp qaldı onu. Nerede tuttu aç bir koyunu paletini de bakın. Ma qulağını sorma deyim. Ma hemmeden tunuşquğa ma qızıl yaqut markasındaki musallas dükünde. Al lobini ağınem şu qıptı. Bir kilo unaqma koypa maqluğun koypa. Sen mi palet tukalık dap koyuyamsa ondan palet bakın mı ya? Yaqını hazır işime de attın bu. Tukalık palet kalsın ben size içmedi dedim kakla işim yok. Dap qoyma navsa? Dap qoysan. Tuqalamına gap yürekten birini ma boş söz bir tal yüreğini basla inkasaylığa bir deb yollaysizlar qızıl quşla gönjü qılvansizlar. Ma Şinjanğa bütün dövdümüzge dаңлық olgan qızıl yaqut yani avat qızıl yaqut musallasini bir koydan palet qıptı lobini. Şun be men bir iş küşüşük apıranmaqçı öge. Silay soğat qılma. Anaki silammış paletin payılım qılınla. Manda qıla ay beni qışıq verib rasmi yalğamı dep birleme tuqqanlarga. Mana. Nimda qıldığan do. Vay tışqma la ben ondan tudunuzma beretcan. Vay müştan malıqız. Ma xudo qulaqlarını suzup meniki müştaqib etdim ha qısturplaymayaga. Ha şuna qıp. Maşaqılığından örmediga. Musallasını bir koydan qilmaydigan qaysi kuni. Ras qilmizmi qilmaymizmi? Unda qilsak bo'lmaydi. Men dedim ha shaqildim men yaga hozir malg'atim yaga kelsa yaqin kelsa. Ma bir koydan qilmizmi musallasini? Qizil yaqut markasini qilamiz. Hammadan tuniydigan ama 25 yillik marketing musallasini qilamiz bir koydan. Ha rayxonim qilamiz bir koydan. Qildikmi? Ras qildik hamsa. Nima sababdan qildik o'zingiz birdan? Mushu avat qizliq musallasimizningki mush Aqsuv yangidan tarmoq to'kida ishlanganligini tabriklab, mushu xaridorlarning talbiga asosan faoliyat qilib birlik. Mushtaq qilamiz. Lekin yurayni basqan, inkas rayoniga chuqur bir raqamni yo'llagan, qizil qo'shib go'nji qavaganlarga andin qildik ma'ni. Endi qanday qildik deganimiz men davtayman. Dedik hamsa, yana bundaq, yana ana rayhon ichimligi, yana qizil yaqut markasidagi ana rayhon ichimligini buni 70 koy deyishlarmi? 69 koyga 1 koy qo'ysizlar, 70 koyga 2 kuni veramiz. To'g'ri? Asibas 69 koy, üstün 1 koy qo'sharliq yana birga erişalaysiz degandek mana mushta faoliyatni qildik. Uni boshqa yana mush qizil yaqutniki üzüm rayhon ichimligidan 39 koyga birini setib olgandan keyin yana 1 koy qo'ysanglar, yana birisi haqsiz so'g'at. Uni boshqa deganimizda mush avatniki qizil yaqut xonim qizlar musallisini buni 39 koyga birini setib olgandan keyin üstün yana birini qo'ysanglar, yana birisi haqsiz so'g'at. Shunaqmi? Rostmi? Chilmasa olmaydi. Ma Şinjan darg'i hech kim qilolmagan faoliyatni qilayotgan kim o desanglar, mush avat qizil yaqut musallasiniki mas'ul xodim shu. O'zi og'zin dedim ha gapni. Rost ya? Bunda endi ma qizil yaqutniki shu alayda musallasi yani 3 kiloligi bor. Ya'ni qizil yaqut shu alayda musallasi 3 kiloligini bo'lsa 49 koydan faoliyat qilib atdik. Asibas nech bo'ldi? Bu nech bo'lsa buni? Asli basi alayda musallasining 80 koy. 80 koy shunaqa. Top basi degi. Pachasi nech bo'lsa uni? 120. 120 koy shunaqa. Ma 120 koylik men musallasini 49 koydan faoliyat qilib atdik. Uni boshqa deganda endi miyada menda bir ichimlikdan birisi bor ekan. Bu chayma bu? Yan ishlab chiqqan. Yan ishlab chiqqanmi? Managa qo'yib mana o'tkir bigiz markasizga, ya'ni doğruluq musallasga endi buni nech pul qildik deganimizda, nech pul qildik? Buni 98 koy qilib berdi. 98 koy ya. Asibasi 138 koyligini 98 koydan buni faoliyat qildik. Qizil yaqut markasi mana shu avatdagi butun Şinjanga eng yaxshi tunishliq, butun Şinjanning har qaysi joylarga do'konlarda bo'lsin, setilayotgan yaxshi e'tirof qilishga erishgan eng suhbatlik bütün tasdiqlar o'tgan alayda bir musallas rayhon ishlab chiqarish bazasi hisobda mushu o'rninniki maqsad shu o'rin turib faoliyatni qilyapmiz. Shunga bosh do'stlarimiz faoliyatdan paylik qolamiz. Mayli, nima setib olsangiz endi 3 kiloligi 49 ga tushirib o'tdik. Bas qildikmi yo? Siz sal eg'i tinimatlar ma faoliyatni yenib olsak bo'lmaydi jumo. Faoliyatni birat qilamiz. Ya birat qilamiz, to'liq qilamiz. Mushu 10-oyning 6-kundan boshlab 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bir hafta. Bunda 10-oyning 6-kundan 10-oyning 12-kunigacha bir hafta mush do'kon kelsanglar, mush faoliyat va yoki mush yaqin atrofdagilar telefon qilsanglar, jiqroq ep qo'yib qolsanglar, shaychiliklar 200 birdi. Endi bu o'rinda ishtimir telefon nomerini bir desizlar. 183 99 57 99 22. Yamri deb uylik toza. 183 99 57 99 22. Mush nomerga telefon qilsanglar yoki unda qacha shaqlamay tapangan fuqamgan tuqqanlarimiz aloqa qilishib, zakaz bersanlarmi yoki jiroq yaqindagi Şinjanning bosh joylariga do'stlarimizdan ichida mush vakolat olmoqchi, mushdan do'kon ochmoqchi bo'lgan do'stlarimiz yoki do'kon salmoqchi bo'lgan do'stlarimiz yoki har xil mush tijorat so'ralariga mush musallasini akir sotmoqchi bo'lgan do'stlarimizmi mush nomer bilan aloqalashsak bo'ladi. Endi men yani aniq o'rinchi deganda Aqsuv shahriniki yana men markaziy bekanni bilasizmi? Markaziy bekanniki men mashina chiqish eg'iziga yeniq joylashgan avat qizil yaqut musallasi maqsad ish o'rni. Aqsuv shahri yana men bu markaziy cho'ng bekanniki yeniq chiqish eg'iziniki yeniq joylashgan avat qizil yaqut musallasi maqsad ish do'koni degan mishak yasalar mush
faoliyatimiz bor. Undan boshqa yerda har xil sovg'atqi musallas, ayna qutuq musallas, 5 kiloluk musallas, rayhon, shotdot, üzüm, olma, o'rik, nash, pishoqdol, hammasida rayhon musallaslari to'liq. Qaysi lozim bo'lsa, misha kelsa bo'ldi, undan misha saqlaymiz. Rahmat sizlarga.